Assalomu alaykum. Akrilda boshlangan oshxona mebelimiz tayyor bo'ldi. Razmerlari 4.7 ga, bo'yi 2.15 bo'lgan. Xo'p, chekkaga xolodilnikni joylab berganmiz. Xolodilnikdan keyin gaz ballon uchun shunaqa shkaf qilib berganmiz. Tevada polkalari bor. Keyin tortma bo'lgan, tortmadan keyin mo'yka. Mo'ykani ham sifatlisidan qo'yilgan. Taxtakachlari ichida. Uni tevasida sushilkalari bor. Xo'p, hammasi vakuum mexanizmda. Xo'p, buni afzallik tomoni shunaqa yarimta ochgan holatingizda ham vakuum bilan tortib oladi. Undan keyin yana tortma bo'lgan, tortmani ichida shunaqa qoshiq qo'yadigan patnasi bor. Tandem mexanizm. Undan keyin gaz joylab berganmiz. Gazni pastiga shunaqa pech qo'yadigan joy tashlab ketganmiz. Xo'p, narxini точно topgan odamga 100 ming so'm kilik yoki naqd pul ko'rinishda beramiz. Rahmat.